Assalomu alaykum hammaga. Noodatiy tomimizda ishlar jadallik bilan ketyapti. Pokizaligiga ham e'tibor beringlar. Cho'plarimiz tagida tosh kesak qolib ketmasin deb shupurib tekis qilib qo'yapmiz. E'tibor beringlar, ustunlarimiz orasi, horilarimiz orasi 95 sm, bo'yida 85 sm farqi bor. Bu noodatiy tomimiz nihoyatda chiroyli bo'lyapti, xudo xolisa. E'tibor beringlar, mana pasti baland kirdi chiqdi joylarimizda strapilalar qoqilyapti. Horilarni tortib bo'ldik. Bizni kuzatishda davom eting. Shu tomda yopilish jarayonini kunda qo'yib boraman. Nihoyatda chiroyli tom bo'ladi inshaalloh.